Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, nima xizmat ekan? Hozir pasportga propiska urilmayotgan ekan, lekin yashash joyi haqidagi ma'lumotlarim juda ham kerak bo'lyapti. O'sha ma'lumotni olmoqchi edim. Keling, sizga navbat olib beraman. Voy, bitta ma'lumot uchun shuncha navbatga turamanmi? Siz olmoqchi bo'lgan ma'lumotnomalarni yonimizdagi info kiosklardan ham olishingiz mumkin. Info kiosklarda 80 dan ortiq xizmat turlari mavjud bo'lib, har kuni 24/7 rejimida xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Keling, ko'rsataman. Mana bu yerdan MyGo ilovasiga kirasiz va pasport ma'lumotlaringizni kiritasiz. Voy, zo'r-ku. Yaxshi ham seriya esimda ekan. Endicha Face ID dan o'tasiz. ma'lumotnomani olish. Doimiy yashash joyi bo'yicha ma'lumotnomani olish juda ham tushunarli va oson ekan. Chop etish. Marog'ila tekinmi? Tekin. Pechat. Marhamat, tayyor. Mana ishim ham tez bitdi. Navbat ham kutib o'tirmadim. Endi biror bir ma'lumot kerak bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri kelib, shu info kiosklardan foydalanaman. Chunki ham vaqtimni, ham naqdimni tejayman. Aytgancha 24 ga 7 va dam olish kunlari ham ishlar ekan.